kechirasiz bezovta qildik. Uzr kimdi? Aka, shu nomer kimniki? Ma'lum. Mana shu hozir men tergan raqam o'zingiznikimi? Ha. Shu raqam? Ha. Aka. Bundayda, siz meni tanimaysiz. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Yo, sizdan so'rasam maylimi deyman. So'rang aytmang. Kutingizga siksa maylimi akajon, kutingizga? Anga nom aytsam maylimi? Iye. Ne asabilishiz? Ya so'ra dedingizmi? So'ra dedingizmi? Ha? Og'zingga qutam, kutagan kishi handa o'tiribsan-ku, og'zingga qutam. Anga nom aytsam maylimi? Kallangga qutam, menga pitir qilma. Men senga prikol qo'yakanmi yo'q? Tushunibsanmi? Kut, og'zingga qutam, men senga prikol qo'yakan, men senga to'g'ri so'rayapman. Sana to'g'ri so'rayapman, madam. Ayazingga maylimi? Handa dem o'zi kutagan kishi. Kutingizga bilavermadim. Tushunmadim men senga. O'xshamayapti. Sal tekshirib qo'yish kerak-da, to'xtat qo'yaptilar. Idin naxu, tushundingmi sen? Kutsan, men sendan to'g'ri so'radimmi? Biroz so'raganda aytmoq. Og'zingga qutam, o'lib ket rangingga sizga, kut. Kutingga sikamagan bir marta shu telefoningizdan, tushundingmi? Kut. Rangingga qutam, aptingga sika, aptamlatda. Qolib qoldi-da.